Ye. Mol chiqdi. Molga xo'jam. Ye. Vordimmi? Vardan. Nahotki meni o'g'is o'rtamga tenglasha olsa. Necha retmasa uchalang bir bo'pki. Mana men olmas aslaham bor. Ke ur. Ye. Urolmaysan. Alam qilsam bitta o'dir ringi qolmasdan sen o'lasan. Orqan ye. Men qilmadim. Ye hanu batutmi? Qana sakraylik qana. Bombasi kerak. To'xtaylar. Balkim qo'shqadir. Batut ekan. Baribir. Ye. Kunduz tushib. Effekt ketdi. Bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizda hammasi cheg'irlangan. Mana bu mod qanaqadir yuklashni o'zim o'rgataman. Faqat mana shu video 10 ta like yig'sa. Bu meni boyagim uchun oson emas, qiyin emas. Bitta videolarni 16 mi, 12 mi, mana shunchalar like qo'ygansizlar. Bu niziridi. Bunga faqat qo'shib bo'lardi sehrlar 4 tagina. Bunga esa bunga Tofiga. Shunaqa sehrlar qo'shilgan. Hoppa, sakrab o'tamiz. Men hozir uchamiz. To'xtinglar. Hayda, narsalar ham bor. Bo'ldi. Iltram bordi. Minecraft menga blok qo'y deyaptimi? Menga menday professionalga uyatsiz ekan. Uyalish keraksan. Sakraymiz ozgina. Bo'ldi, uch. Bo'ldi. Uch. Odam bo'lmaydi. Mayli ozgina sakraylik. Qo'yga xo'jamga. Xo'jam. Asrat looting. Xullas tabichasi mana shunisi bor ekan. Bor ekan. Nega ko'p bermayapti? 32 ming. Necha darada-ku? Ana qo'yga xo'jam. Nechta beribdi? 30 tagina muncha kam. 32.600 nechida. Ma silis deylar baxki. Na senga o'zi o'ldi. Na senga hammasi yoyildi. Bir ikki mittichalar bor ekan. Mayli barchaga xayr do'stlar, sizlar bilan men Dragonuz bu 10 tagina like va 1 subscribe kelgandan keyin buni qanday o'rnatishni o'rgataman.